Bor yo'g'i 15 sekund davom etadigan, misol uchun Mo'minni tepadan pastga qulab tushishi sahnasi. Buning uchun 3 ta sirkach ovora bo'ladi. Sirk mutaxassislari keladi va uni o'sha zararsiz yiqilishini ta'minlaydi. Bundan tashqari bu yoqda sportivniy matlar, boshqalar joylashtirishimiz kerak. Sahna ortida agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu konsertdan 110 kishi uyiga nimadir gonorar olib boradi. Bitta narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Yaxshi narsani arzonga olib bo'lmaydi. Shuncha sa'y-harakat qilingandan keyin tabiiyki xarajat ham o'shanga yarasha bo'ladi. Yoki men misol uchun Sevara Nazarxonning o'rniga yangi chiqqan qanaqadir konkursda ishtirok etayotgan xonandani millionli muxlislariga tiqishtirayotganim yo'qda. Eng yaxshilarini iqtisodiy tomondan tan olish kerak, eng qimmatini ravo ko'ryapman. Bu narsa arzon bo'la olmaydi o'z oldida. Lekin masalan balkonni biletlarini misol uchun 7 yildan beri bitta ko'rsatkichni ushlab turibman. 40 ming so'mdan boshlanadi. Ne u haqda gapirilmaydi masalan. Balkonda misol uchun 3700 ta bilet mengacha keladigan bo'lsa, shuni 1100 tasi balkon. Bu balkonni hammasini biletini sotganimda ham men drujbani ijara pulini ham qoplolmayman aslida. Qolgan bilet bilan qolgan hammasini uddalayotganimiz menimcha bu yaxshi natija, imkon darajasida haligi qimmatlashtirib yubormaslikka harakat qilamiz va bu yilgi narxlar 3 ta konsertdan biri bo'lib kelyapti. Bu konsertda bo'lmadi.